Katta oilalar uchun 123 metr kvadrat 3 xona plus holdan tashkil topgan xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum do'stlar. Biza bugun shahrimizda yana bitta qiziqarli lokatsiyalardan bo'lgan novostroykalarimizga kelganmiz. Asosiy eshikdan kirishimizda shunaqa tokni stabilizatsiya qiladigan qo'yib qo'yishgan. Buni tushungan juda ham yaxshi tushunadi. Bu yoq tomonda xonadonimizning kichkinagina kladovkasi hozircha xonadon egalari o'zlarining narsalarini qo'yib turishibdi. Bu yoqda esa xonadonimizning umumiy sanuzeli joylashgan. Ushbu hududda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Xonadonimiz to'liq dvухkonturniy sistema o'tgan. Endi esa sizlar bilan birma-bir xonalari bilan tanishib o'tamiz. Bu yoqda ikkita bola uchun mo'ljallangan shunaqa kompaktniy yotoq zonasi qilib ketishgan. Bu tomonda esa koridor bo'ylab kirib kelishda bizani shunaqa kattalar yotoq zonasi kutib oladi. Barcha kerakli bo'lgan mebel jihozlari qo'yilgan va ushbu xonamizning eng katta fishkalaridan bittasi bu o'zini shunaqa kattagina balkoni borligi. Balkondan vid shundagina shaharga qarab turadi. Umuman olganda ushbu xonadonimizda ikkita balkoni mavjud. 123 metr kvadratli xonadondan juda ham unumli foydalanishgan. Bunga yana bitta misol mana shu katta hol qismi bo'ladi. Bundan oldin esa biz siz azizlarimiz bilan yana bitta yotoq zonasini ko'rib o'tamiz. Bu yoqda oynasi shunaqa polukrug bo'lib tushyapti. Ikkita tomonda katta garderobniy zonasi mavjud. Hozir esa siz azizlarimiz bilan oshxonani ko'rib o'tamiz. Oshxonamizda barcha kerakli bo'lgan sifatli texnikalar Hoffman, Goodwelldan qo'yilgan va hattoki bu yerda o'zini посудомоечный mashinasi mavjud. Bir marta ham hali ishlatmagan xonadon egalari. Menga mana shu ostrovchasi juda ham yoqdi. Oilaviy o'tirganda juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Bu yoq tomonda esa zakaznoy mebelni kattagina qilib qo'yib qo'yishibdi. Prям 20 kishi uchun menimcha bo'lsa kerak bu mebel jihozlari. Kattagina oynalarimiz to'liq qo'yib o'tilgan va bu yerda ham balkonimizga chiqib ketadigan yo'limiz mavjud. Lokatsiyani menimcha ko'pchilik samarqandliklar уже tushundi. Lokatsiyamiz bo'layapti Sartepo erkin savdoni oldida 123 kvadrat 9 qavatli novostroykaning 5-qavatida joylashgan bo'layapti. Liftimiz 24 ga 7 ishlaydi. Qo'riqlanadigan territoriya. Novostroykamiz kirpichniy, ya'ni g'ishtli novostroyka hisoblanadi. Ushbu hashamatli xonadonimiz uchun xonadon egalari 1 milliard 800 million so'm so'rashyapti. Yana chiroyli savdo qilib berishadi. Batafsil ma'lumot uchun biz bilan bog'laning.